elektron sigaret bilan oddiy tamakini farqini hozir tushunib oldik. Eng yomoni shu glitserin degan narsa o'pkaga kirgandan keyin chiqmaydi va undan tashqari yana mana bu kanserogen moddalar kirib, ular birgalikda bu o'pkani qancha muammolarga olib kelishi mumkin va eng qo'rqinchligi bu shu o'pka saratoni. Snusni farqi nimada desangiz, snus bu xuddi o'sha elektron sigaret, ya'ni o'sha kimyoviy usul orqali nikotin hosil qilinadi va shu nikotinni og'izga olib, bular chakmaydida, og'izda shimib yuradi. Shunda tasavvur qiling, o'pkaga kirgan narsa qancha zarar qilyapti. Bu hozir og'iz orqali, oshqozon orqali hammasi qonga so'rilib, bular umuman qancha organlarga ta'sir ko'rsatishi mumkin va eng birinchisi bu miyaga ta'sir qiladigan zahar narsa.